Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Uzr, ming bora joyimiz sal ko'rimsizroq, yangi joy, yangi qurilish joyimiz. Xo'p, biz stolli friturnitsalarni yana bir bor obzor qilamiz. Mana bulari turetskiy tenlari, mana bulari termostatlari 300 gradusli, glazoklari mana vilkalargacha qo'yilgan. Bu stolli friturnitsa. Stolli friturnitsa mana tagida paddislari ham bor. Kimga qiziq bo'lsa zakaz olamiz va yana bir elimizdan, yurtimizdan so'rayotgan narsamiz shu, mana shu sohaga qiziqishi bo'lgan, mana shu sohada astoydil mehnat qilaman degan yigitlar bo'lsa, ish o'rinlarimiz bor. Ish o'rinlarimiz bor. Instagramda telefonlarimiz ham bor. 97 706 50 70 77 706 50 70. Faqat videomiz sal ko'rimsiz bo'lishi mumkin, chunki bu yerdagi faoliyatimizni yangitadan boshlayapmiz. Endi qurilishlarni qilamiz, xudo xolisa, nasib bo'lsa. Xo'p, kimda kim mana shu sohaga qiziqishi bo'lsa, ishga taklif qilamiz. Xo'p, mana bu friturnitsalar, samorlar, mana shu nержавейка sohasida ish bo'ladi. Instrumentlarimiz, yotish turish, yeb ichish sharoitlarini qilamiz. Endi qo'limizdan kelgancha bu yerda xudo xolasa hamma sharoitini sekin-sekin to'g'irlaymiz, nasib bo'lsa. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, Instagramda, YouTube'da telefonlarimiz bor. O'zbekistondanmi yoki yonimizdagi respublikalardanmi kimga qiziqish bo'lsa, qo'limizdan kelgancha sharoit qilamiz. Nasib bo'lsa, sharoitlarini to'g'irlab beramiz. Yotish, turish, yeb ichishi, mana shunaqa narsalar tayyorlaymiz. Mana shunaqa narsalar, mana оборудениялар, oshxona texnika оборуденияларini tayyorlaymiz.